Assalomu alaykum azizlar. Yana bir ishimizni xudo xohlasa yakunlagandik. Bu 2 yilga oldingi ishimiz. Blogerlar bilan kelgandik. Bir reklama olgan, o'zim ham bir syomka qilib qo'ygim keldi. Sizlar bilan baham ko'rgin. Mana shu 2 yilga oldingi fason hozir o'lmaydi. Bu fasonimiz doim bo'lib kelgan fason. Xudo xohlasa yaqinda ham qildik. Hop, 0.35 qalinlikda qilib berganmiz bu joyimizni. Hop, mana bu atrofidagi PVH panel qo'ydik. Lustra kosmos qo'yib berganmiz bu joyimizga. O'tgan yil 135 ming qilib berganmiz. Bu yil skidka narxida xudo xohlasa 125 ming qilib beramiz obunachilarimizga. Mana shu kanaldan oldim. 5 puldan desa 125 ming deb aytamiz xudo xohlasa. Tunuka fonini. Tunuka qayerga tunuka ishlatsak 125 ming so'm. Mana bunisi pogonni metr 70 ming so'm. Kosmosimiz 150 dollar qilib beramiz. 200 dollar qilganmiz shu paytda. 150 dollar qilib qo'yib beramiz. Kimda mana shunday ustunlar bo'lsa, ustunlarni ham chiroq o'raymiz xudo xohlasa. Mana bu tomon shafkamizni 2 pog'onali qilganmiz. 0.35 qalinlikda ishlaganmiz bu joylarga. Tarnolar qo'yib berdik. Tarnolarini 70 ming so'mdan qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal qilib. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu holatda go'zal qilib ishlab chiroq qilib beramiz. 7 ta jamoamiz bor. Shu jamoamiz bilan kelib bir haftalik sroy bo'ladi. Siz bilan biz oramizda. Xudo xohlasa shunday qilib go'zal fasonlar qilib beramiz. Bunday fasonlarimizda 100 dan ortiq fason bor. Bu 125 ming so'mning ichiga reykasi kiradi. Lesa, usta haqqi, kile, barcha mahsuloti bizdan bo'ladi. Sizdan faqatgina abet, qolgan barcha narsa shuni ichiga kirib ketadi. Xudo xohlasa shunday ishlarimiz qilib beramiz. Go'zal qilib aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xohlasa bir donadan vaqt turib berasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar, ishlarga omad.